Har bir inson hayotga nimagadir erishish uchun keladi. Ammo ko'pchilik buni hech qachon bilmay o'tib ketadilar. Bu dunyoga nima uchun kelganimni juda erta tushundim. Lekin bu maqsadni haqiqatan ham bajardimmi yoki yo'qmi degan savol meni bugungacha qiynab kelmoqda. Birinchi qism. Men super qahramon bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Film sharhi kanali yana bir bor g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun men sizlarga Hindiston kinoijodkorlari tomonidan 2024-yilda suratga olingan Bagira deb nomlangan filmning qisqacha mazmunini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Bagira 2024-yilda Hindistonda suratga olingan jangari va kriminal janrdagi film bo'lib, bosh qahramon Vedant Prabhakar atrofida rivojlanadi. U bolaligidan yovuzlikka qarshi kurashishni orzu qilgan va politsiyachi bo'lib, bu orzusini amalga oshirgan edi. Biroq tizimdagi korrupsiya va sotqinlik bilan to'qnash kelgach, qonunga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Natijada u niqob kiyib, kechalari jinoyatchilar va hokimiyatni suiiste'mol qiluvchilarga qarshi kurashuvchi qasoskorga aylanadi. Filmning syujeti adolat va qasos mavzularini o'rganadi. Shri Murali Vedant Prabhakar rolini ishonarli tarzda ijro etgan. Uning xarakteridagi ichki kurash va o'zgarishlarni chuqur tasvirlab bergan. Rukmini Vedantning yaqin do'sti va sevgilisi rolida ishtirok etib, uning qahramonlik yo'lida muhim rol o'ynaydi. Film oxirida esa qurbon bo'ladi. Prakash Raj korrupsiyalashgan politsiya boshlig'i rolini mahorat bilan ijro etib, filmga qo'shimcha dramatizm qo'shadi. Filmning vizual tasvirlari yuqori sifatli bo'lib, shahar manzaralari va tungi sahnalar ajoyib suratga olingan. Soundtracklar filmning umumiy kayfiyatini to'ldiradi va sahnalarni yanada ta'sirli qiladi. Jang sahnalari esa yaxshi va realistik tarzda suratga olingan. Vedant rolini ishonarli tarzda ijro etgan aktyor uning xarakteridagi ichki kurash va o'zgarishlarni chuqur tasvirlab bergan. Tomoshabin esa qahramonga o'xshab fikrlay olish mumkin bo'lgan sahnalar ham mavjud. Filmning syujeti qiziqarli va tomoshabinni oxirigacha ushlab turadi. Qahramonning ichki ziddiyatlari va adolatga intilishi yaxshi yoritib berilgan. Kinematografiya va musiqiy bezaklar filmning umumiy kayfiyatini to'ldiradi va sahnalarni yanada ta'sirli qilib beradi. Ba'zi tomoshabinlar uchun filmda zo'ravonlik sahnalari ortiqcha bo'lib tuyulishi mumkin va ba'zida esa zo'ravonlik sahnalari juda ham ishonarli tarzda suratga olingan. Bu shunchaki tasodif yoki mukammal yozilgan ssenariy bo'lishi mumkin. Jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi qahramon mavzusi ko'p ishlatilgan bo'lib, ba'zi burilishlar oldindan taxmin qilinishi mumkindek tuyulishi mumkin. Lekin undek emas. Hindiston kinoijodkorlari filmga shunchalik yondashganki, hattoki tomoshabin ham nima bo'layotganini tushunmay qolishi mumkin. Filmni esa bir necha marta ko'rib, so'ngra yana yangicha xulosalar olishingiz mumkin. Bagira adolat va qasos mavzularini o'rganadigan kuchli film. Bosh qahramonning ichki kurashi va tizimdagi korrupsiyaga qarshi kurashni tasvirlaydi. Jangari va kriminal janrlarni yoqtiradiganlar uchun ajoyib tavsiya etiladi. Filmni ko'ring va o'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Film sharhi Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Film haqida qisqacha sharhimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yana g'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolamiz do'stlar. Здравствуйте, уважаемые наблюдатели!
Сядьте ближе к экрану. Багира – криминальный боевик, действие которого происходит в Индии в 2024 году. Сюжет вращается вокруг главного героя Веданта Прабхакара. С детства он мечтал бороться со злом, и он осуществляет эту мечту, становясь полицейским. Однако, столкнувшись с коррупцией и предательством в системе, он теряет веру в закон. В результате он становится мстителем, который носит маску и сражается по ночам с преступниками и злоупотребителями властью. Сюжет фильма исследует темы справедливости и мести. Шри Мурали убедительно сыграл роль Веданта Прабхакара, глубоко изобразив внутреннюю борьбу и перемены в его характере. Рукмини Васант играет роль близкого друга и возлюбленной Веданты, играя важную роль в его героическом путешествии. Пракаш Радж искусно играет роль коррумпированного начальника полиции, добавляя фильму дополнительную драматичность. Операторская работа. Визуальные эффекты фильма высокого качества, городские пейзажи и ночные сцены сняты великолепно. Музыка, саундтреки дополняют общее настроение фильма и делают сцены более впечатляющими. Сцены боя. Сцены боя хорошо поставлены и реалистичны. Актерское мастерство. Шри Мурали убедительно сыграл роль Веданта Прабхакара, глубоко изобразив внутреннюю борьбу и перемены в его характере. Сюжет. Сюжет фильма интересен и держит зрителя в напряжении до самого конца. Внутренние конфликты персонажей и их стремление к справедливости хорошо проиллюстрированы. Технические аспекты. Операторская работа и музыкальное сопровождение дополняют общее настроение фильма и делают сцены более впечатляющими. Сцены насилия. Некоторые зрители могут посчитать сцены насилия в фильме чрезмерными. Предсказуемость сюжета, тема героя, борющегося с преступностью, используется часто, и некоторые повороты сюжета предсказуемы. Багира – мощный фильм, исследующий темы справедливости и мести, изображающий внутреннюю борьбу главного героя и его борьбу с коррупцией в системе. Рекомендуется зрителям, которые любят боевики и криминальные жанры. Это наш краткий обзор фильма. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. Hello dear viewers. Sit closer to the screen. Bagheera is a militant and crime film set in India in 2024, which revolves around the main character Vedant Prabhakar. Since childhood, he dreamed of fighting evil and became a police officer, fulfilling this dream. However, when he encounters corruption and betrayal in the system, he loses faith in the law. As a result, he wears a mask and becomes an avenger at night, fighting criminals and abusers of power. The plot of the film explores the themes of justice and revenge. Sri Murali played the role of Vedant Prabhakar convincingly, deeply depicting the internal struggle and changes in his character. Rukmini Vasanth plays the role of Vedant's close friend and lover, playing an important role in his heroic path. Prakash Raj plays the role of a corrupt police chief with skill, adding extra drama to the film. Cinematography. The visuals of the film are of high quality, with the cityscapes and night scenes being beautifully shot. Music. The soundtracks complement the overall mood of the film and make the scenes more impressive. Fight scenes. The fight scenes are well choreographed and realistically depicted. Acting. Sri Murali Vedant Prabhakar has played his role convincingly,
portraying the inner struggle and transformation of his character in depth. Plot. The plot of the film is interesting and keeps the viewer engaged till the end, with the characters' inner conflicts and quest for justice being well portrayed. Technical aspects. The cinematography and musical decorations complement the overall mood of the film and make the scenes more impressive. Violent scenes. The violent scenes in the film may seem excessive to some viewers. Predictability of the plot. The theme of a crime-fighting hero is used a lot, and some of the twists are predictable. Bagheera is a powerful film that explores the themes of justice and revenge, depicting the main character's internal struggle and the fight against corruption in the system. Recommended for viewers who like action and crime genres. That's our brief review of the film. Thank you for your attention. Leave your thoughts in the comments. Merhaba sevgili gözlemciler. Ekrana daha yakın oturun. Bagheera, 2024 yılında Hindistan'da geçen, baş karakter Vedant Prabhakar'ın etrafında dönen bir aksiyon ve suç filmi. Çocukluğundan beri kötülüklerle savaşmayı hayal eden genç, polis memuru olarak bu hayalini gerçekleştirir. Ancak sistemdeki yolsuzluklar ve ihanetlerle karşılaşınca hukuka olan inancını yitirir. Sonuç olarak geceleri suçlularla ve güç suistimalcileriyle savaşan, maske takan bir intikamcıya dönüşür. Filmin konusu adalet ve intikam temalarını işliyor. Sri Murali, Vedant Prabhakar rolünü inandırıcı bir şekilde canlandırmış, karakterindeki içsel mücadeleleri ve değişimleri derinlemesine tasvir etmiştir. Rukmini Vasant, Vedant'ın kahramanlık yolculuğunda önemli bir rol oynayan yakın arkadaşı ve sevgilisi rolünü canlandırıyor. Prakash Raj, yolsuz bir polis şefi rolünü ustalıkla canlandırarak filme ekstra dram katıyor. Görüntü yönetmenliği, filmin görsel kalitesi oldukça yüksek, şehir manzaraları ve gece sahneleri harika çekilmiş. Müzik. Film müzikleri filmin genel havasını tamamlar ve sahnelerin daha etkili olmasını sağlar. Dövüş sahneleri iyi koreografilendirilmiş ve gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş. Oyunculuk yeteneği, Sri Murali, Vedant Prabhakar rolünü ikna edici bir şekilde canlandırdı, karakterindeki içsel mücadeleleri ve değişimleri derinlemesine yansıttı. Konu. Filmin konusu ilgi çekici ve karakterlerin iç çatışmaları ve adalet arayışı çok iyi anlatılarak izleyiciyi sonuna kadar merakta bırakıyor. Teknik özellikler. Görüntü yönetmenliği ve müzikler filmin genel havasını tamamlıyor ve sahneleri daha etkileyici hale getiriyor. Şiddet sahneleri, bazı izleyiciler filmdeki şiddet sahnelerini aşırı bulabilir. Konunun öngörülebilirliği, suçla mücadele eden bir kahraman teması çok fazla kullanılmış ve bazı olaylar öngörülebilir. Bagheera, adalet ve intikam temalarını işleyen, başkahramanın iç mücadelesini ve sistemdeki yolsuzluklara karşı mücadelesini anlatan güçlü bir film. Aksiyon ve suç türlerini seven izleyicilere önerilir. İşte filme dair kısa bir incelememiz. Güveniniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın.